Bak, bizning uyda qilgan qiz narini men hech qanday oshxonaga o'xshatmayman juma. Bugun bu qilish usulini to'liq deb beraman sizga. Eng avval egagan qizimizni pokiz yuvib, so'g'oq suvga solamiz. Anandan keyin so'g'oq suvni bir qaynatib, suyini to'kib etgandan keyin yana bir qitim so'g'oq suvga qaynoq suv quysak bo'ldi. Tovoqni yepib qaynatishni saqlaymiz. Ona qaynatib köpükler bo'lib qolsa, köpüklerini elib, tuvan 32 soat qaynatamiz. Mana 2 soat vaqtini to'shib qoldi. Cho'kularni go'shtlarga qiyizlar sanjib boqamiz. Bemalol kirkatga alat bo'lib qolsa pishdi deymiz. Surilgan go'sht bilan qiyizni suzib ilib oldik. Go'shtimiz sovug'igacha biz piyizimizni chanab ushshaq qo'laylik. 1 kilo go'shtga taxminan 200 gramdan 300 gram piyoz qilsak bo'ldi, ha? Qizimizni so'yib tayyor qoldi. Endi go'shtimizni ushshaq to'g'raymiz. To'g'rab olgan go'shtimizni bir javurg'imishda silib olamiz. Andan keyin abayqa pishirib olgan sho'rpining yuzini qo'yamiz go'shtning to'piga. Go'shtimiz chilashqicha qo'ysak bo'ldi. Andan keyin gazga qo'yib qaynatamiz. Suv qaynab olgandan keyin abay to'g'rab olgan piyizimizni silib ilashtiramiz. Go'shtni abayqadek pishirib olgandan keyin azroq kesib bir tetib boqamiz. Tuz qandaroq bo'ldi kelmasdan tuz sal kam bo'lib qolsa azroq tuz beramiz ham edi. Mana piyoz bilan go'shtni teksh ilashtirib olgandan keyin qaynashini saqlaymiz. Qaynagandan keyin lam o'tni o'chirib qo'ysak bo'ldi. Xemirni biz uyda bunda ugurnikida kesib yeymiz. Bunda kesishlik sabab narnimiz chiroyli chiqadi, tirik chiqadi. Xemirni abayq sho'rpa qilib solamiz. Xemirni bir ilashtirib etgandan keyin tuvoqni bir qaynatibla suzib elversak bo'ldi, ha. Suyini yaxshi saqitib etgandan keyin javurga elib, abay qaynatib olgan qiymimizning suyuqroq yerdan bir cho'mish elib, cho'pga solamiz. Bir ilashtirib etgandan keyin bunda qilishlik sabab hamda ma xemirning choplashib qolishining oldini elish, hamda taksh qilib qiymimizni to'piga solamiz. Ondan tayyor qilib olgan qizimizni to'piga takshib tizimiz. Mushu do'stlar, mana mening nazarimdagi eng o'xshaydigan narin. Birinchisi buningga opamning qo'l aralashgan, ikkinchisi qizning go'shtning nochiligi.